video va like'chilarga. Bugun biz videoda minora quramiz. Hozir nima olsak? Bitta uni olib turib tayinimda o'rab chiqamiz deb bitta qo'yib turib Keturamiz endi matisiqdan yo'tamiz. Qo'ysa ham bo'ladi. Endi ishlarni yopib chiqamiz. Yopib keyin uy quramiz. Uyda ishda olib uyda qurib olib qorbola yasaymiz. Oxirida shu qorbola yasaymiz. Uyda qurib olib yana bitta uy qurishga kirishib ko'ramiz. To'xtanglar, menga unaqasi qulay bo'lmayapti. Tak. Endi battan to'q. Unaqasi mos edimi? Endi buni olamiz. O'zim ana qo'yganimiz yaxshi. Blok toptirib, baq qo'yib turib, to'rttami, bitta 5 ta qilib turib, to'rttali olish kerak. Oltin olamiz, buni olamiz, endi zumrad olamiz. Zumradni olib turib, 3 ta qo'yib chiqamiz. Tak. Bu 5 ta. 5. Endi bu yerdan oltin qilamiz. 5 ta. Yana narsa olish kerak. Mana ko'ramiz. Ularga quramiz. Agar uyimiz yo'qsa-da, endi buni olamizda taxta. Tak qo'yib turib, yana bitta 3 tadan 2 ta qatoriga anga qo'yib chiqamiz. Keyin uchinchisiga o'zi 2 tali ekan, bu derazasi. Yana matdan bitta qo'yib turib 2 etажli bo'ladi. Endi matdan tak qo'yamiz. Keyin matga derazani o'rnatamiz. Eshik qo'yib turib deraza olish kerak. Tik. Yana tik bo'ladi. Mana eshik oldi. Endi bu yoqni o'rab chiqamiz. O'raymiz. Oxirida aytganimdek qorbola tamom bo'ladi. Keyin tomini hali qishloqlar bordi-yu. Qishloqlarda xuddi haligi merdi uydaqa qilib tomni yopishdi bilaman. Oddiy mikrofon o'ynaydiganlar, modli mikrofon o'ynaydiganlar bor endi. Oddiy mikrofonni sinab ko'rasizlar ham. Mana yopamiz. Keyin matdan yana chiqaramiz. Derazalarni qo'yamiz. Bitta taraf o'zi yetadi. Endi tomni qaranglar. Bunday qilib turib matdan qo'ysanglar bo'ladi. Keyin bunday qilib turib bunday qilasizlar. Keyin araqdan bitta chiqarasizlar. Bitta chiqarib turib sindirib turib, ma'dan bitta chiqarib turib, keyin bunday qo'yasizlar. Endi mana shunday chiqasizlar. Bunday qo'yib turib, mana bunday qilib turib, bunday yopib chiqaverasizlar. Kerak bo'lsa fanarab qo'yib olasizlar. Mana tak
qo'yamiz. Shoq ding. Hoppala deb yopamiz. Endi matni chiroqlarga qo'yib ko'ramiz. Matni shunday chiroq qo'yamiz. Tak. Ana ko'rdinglarmi? Zo'r chiqyapti. Men taxminimcha zo'r. Endi xuddi mana o'zini olib turib o'rab chiqamiz bunday qilib. Hadi. Qishloqlarda olib chiqishadi bunday qilib. Uzr kechirasizlar, o'ziga soldim. Ko'cham qalam. Endi mana yopib bo'ldik. Endi kanishga siyashni o'rtasidan yopib chiqib ketamiz. Endi yopib yopamiz. Tek qo'yib turib endi bunaqasiga tekki adashib ketdim. Miyam tirishib ketdi. Sindiramiz o'ydirdan. Tak. Mana bunday qo'yamiz. Bunday. Mana tak bo'ldi. Tega saltang bo'ldi. Endi matdan shu tarafdan eshik ochishimiz kerak. Eshik ochib turib matiga bitta deraza qo'yamiz. Keyin qo'yib turib ishni o'rab chiqamiz. Deraza o'rab. Shunday qilib turib bitta qilib turib tak qo'yib turib qo'yib turib tak qo'yib bitta deraza qo'yamiz. Yorib turish uchun bu bizning anaqa joyimiz bo'ladi. Narsalar saqlaydigan joy bo'ladi. Mashina o'raymiz. Mana bunday joyini qilib ashdan tekin o'ttamni qilib qo'yamiz. Garaj bo'ladi to'g'rirog'i aytgancha. Qo'yamiz. Ikki qavatli qilib qo'yamiz. Garaj o't. Endi mana shu taraf turib mana uyimiz yoqqan bo'lsa sizlarga zo'r bo'ldi. Aytgancha bitta narsani aytib qo'yay. Qo'rbola qilishda aytaman dedim. Mana bu madda qoralasizlar. Qordob turib ikkita qo'yib qo'yasizlar. Qiymatdan ashqovoqni olib shunday qilib turib oddiy qo'rbola tayyor.